Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'qituvchilar bayrami bilan Eronda tabriklaymiz. Xo'p, asosan o'quvchilar uchun qulay narxda gullar olib kelib qo'yganmiz. Shularni hozir ko'rsataman sizlarga. Hop, mana yakka gullarimiz kelgan, g'unchalari bilan. Narxi 5000 so'm. Hop, keyin zarli gullar kelgan. Mana tepadan ko'rinishi bir donasi. Buni narxi 8000 so'm. Yana bitta gulimiz kelgan, katta atirgul. Buni ham bir donasi adden qilib bo'ralgan. Narxi 10000 so'm. Hozir katta gullarni ham ko'rsataman. Mana 50000 so'mdan gullarimiz bor. Onalarimizga, ustozlarimizga katta gullar ham olib kelib qo'yganmiz. Do'stlar, yana mayda 50000 so'mdan katta gullar olib kelganmiz mana. Idishda, mana sumkasi bilan 50000 so'm. Bular 70000, 80000 sotilgan, skitkada hozir 50000 so'm. Undan tashqari 45000 so'm, mana yerda 30000 so'mdan ham juda chiroyli gullarimiz bor. Ustozlarimizni yana bayram bilan tabriklaymiz. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Ajr savobini berayotgan ilm uchun ko'paytirib bersin. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh.